Assalomu alaykum. Ox Agroni kuzatib boruvchi obunachilar, aziz do'stlar. Bugungi mavzumiz ob-hayot, ya'ni suv mavzusi bo'ladi. Bu videoni tayyorlar ekanmiz. Biroz tayyorgarliklar ko'rdim. O'zim o'qiganlarim haqida, bilganlarim haqida, ustozlarimdan o'rganganlarim haqida biroz to'xtalib, o'zim fikrlarimni jamlab, bugungi mavzuni olishga qaror qildim, aziz do'stlar. Suv, ob-hayot nechog'lik insonlar uchun, jamiyat uchun qanchalar kerakligini aytib o'tishim shart emas. Hamma buni biladi. Bugungi suv mavzusidan bir bo'lak olib, ya'ni tomchilash, sug'orish haqida biroz gaplashib o'tamiz, aziz do'stlar. Tomchilab sug'orish o'zi bu, ya'ni drip irrigation deyiladi. Ya'ni tomchilab sug'orish bu suvni to'g'ridan to'g'ri o'simlikni ildiziga berish. Bu qanchalar samarali degan savol bor. Birinchi o'rinda suvni an'anaviy oqqizish usulidan ko'ra tomchilab sug'orish juda ham samarali. Birinchi o'rinda bugungi sharoitda iqtisodiy jihatdan bo'lsa, o'zi aslida biologik jihatdan ham juda ham samarali hisoblanadi. Birinchi o'rinda unumdorlik yuqori bo'ladi va eng asosiysi suvni bug'lanishi ham 70% gacha kamayadi. O'g'itlash, ya'ni fertigatsiya esa mineral va o'g'itlarni berish osonlashadi. Mineral va o'g'itlar suv orqali, tomchilash orqali berilganda foyda va samaradorlik yana ham oshadi. Bu dehqon uchun juda ham samarali hisoblanadi. Endi tuproq uchun qanchalik foydali tomchilab sug'orish deganda, bu eng asosiy umuman dehqonchilikda uchraydigan muammo, ya'ni sho'rlashishni oldini oladi, nisbatan sezilarli darajada kamaytiradi. Tomchilab sug'orishni endi tarixiga yuzlanadigan bo'lsak, tomchilab sug'orish qadimdan rivojlangan. Qadimgi Misr, qadimgi Xitoy o'lkalarida shunday ko'zalar yasalgan. U ko'zalarning tagida teshigi bo'lgan, o'sha o'simlikka yoki daraxtga ma'lum bir vaqt oralig'ida uzluksiz berib turish uchun aytaylik qo'llanilgan. Tomchilab sug'orish haqida ketar ekan, suv bor joyda, daryolar bor joyda insonlar, jamiyatlar, qabilalar, davlatlar, shaharlar rivojlangan. Endi shunday ekan, bugungi zamonaviy rivojlangan tomchilab sug'orish qachondan joriy etilgan, qachondan boshlab mamlakatlar, davlatlar buni qo'llay boshlagan degan savolga javobga to'xtalamiz. Bu 1960-yillarda Izrailda, ya'ni markaziy Tel Aviv, ya'ni Izrailda boshlangan. Buni ixtirochi muhandisi israillik Simcha Blas va uning o'g'li Yeshayahu Blas tomonidan joriy etilgan. Umuman olganda tomchilab sug'orish samarasi, bugungi kunda rivojlanishini mamlakatimizda asosiy daryolar bor, kanallar bor, suv omborlari bor. Shunga qaramasdan suvni tejash va undan unumli foydalanish davlat siyosat darajasiga ko'tarilgan bugungi kunda mamlakatimizda. O'zi umuman olganda diniy va dunyoviy nuqtai nazardan har narsani iqtisod qilish, ekonom qilish bu asosiy bir nima desa bo'ladi? Asosiy bir dasturul amal hisoblanadi. Aziz do'stlar, endi tomchilab sug'orish haqida aytadigan bo'lsak, ayni paytda Ox Agro tomchilab sug'orish bo'yicha hali savdo yoki qaysidir bir yangilik qilgan yo'q, lekin niyatimiz bor. Yaqin kelajakda, ya'ni bu yil 2026-yilga Ox Agro mamlakatimizdagi dehqon va fermerlarga tomchilab sug'orish bo'yicha yaxshi ko'nikmalar, yaxshi bir maslahatlar kerak bo'lsa, o'sha aynan tomchilab sug'orish texnologiyasini, savdosini ham yo'lga qo'yadi. Ox Agroni kuzatib boring, obuna bo'ling. Yaxshi va yangi ma'lumotlar Ox Agroda.